Suv ichaman deb men qaranglar, bir pol pis odamman. Yana o'zi bu videoni qilishimdan maqsad sizlarning fikringlarni bilmoqchiman. Telefonimni jirjatilimni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Amerikani tabiati akalar. Ya'ni meni uyim bo'lsa, uyim orqasi qaranglar, go'zalligini shu bitta yaxshi qiz bo'lsa-yu, kelin bola maza qilib oq qushlarga o'xshab mana qilib billa sakrab yursanglar. Akalar, shu videoni tag yoziladigan hamma kommentariyalarni o'qiyman, faqatgina qalbingizlarda, yuragingizlarda nimani his qilgan bo'lsanglar, o'sha narsani yozinglar. Sababi men qisqa qilib bo'lsa ham o'zimni shu hissiyotlarimni aytishga harakat qilaman. Instagramga kirishni boshlaganimga 2 yil bo'ldi plus minus va nima o'zgarishlar bo'lyapti o'zimda. Amerikan tabiatini ko'ryapsizlar. Chiroyli, boradigan joy tiqilib yotibdi. Osmoni musaffo, vazmonjislar bor, soqqa bor, mashina bor, tanish bilish. Xullas hech qanaqa muammo yo'q. Lekin Instagramdagi reelslarni ko'rib o'zimni shunaqangi yolg'iz his qilyapman, onasini emsan. Ayniqsa shu oxirgi 2 oyda ichida bu hissiyotim juda ham kuchayib ketdi. Odamlarning erishib turgan yutuqlarini ko'rib, olyap turgan mashinalari, uylari, erkak bilan ayolni bir-biri bilan baxtli hayot kechirishi, erkak ayol kishiga yashashni o'rgatsa, ayol kishi erkakga yashash, xullas pizdet zaybal bo'lib ketdim. Bitta qo'shimcha qilaman sizlarga. Akalar, mana 2 hafta trakda ishlab keldim. Kecha uyimga kelib, bugun mana xudo xolasa yana trakka chiqib ketaman. Shu o'tgan bir kunim uyimda, bir kun ham emas, tun o'tdi xolos. Kech payt uxlolmadim, o'zimga o'zim savollar berib, vijdonim qiynalib, Instagramda odamlar shu narsalarga erishyapti, nimadirlar qilishyapti, nimaga sen uyingda uxlaysan, ishlasang bo'lmaydimi degan savollar bilan uyqu bo'lmadi. Amerikada turib shunaqa qilib o'zimni qiynab tashlayapman, hammasi mana shu platforma orqasidan. Endi O'zbekistondagilar qanaqa holatda ekan bilmayman. Erkaklar mana shunaqa nimadirlarga erishish bilan siqilib yurishadi. Ayollar erkaklarning kamchiligi bilan topish bilan siqilib yurishadi. Bitta menda shunaqa vaziyatmi? Ko'zi ochilib Instagramga chetdan qarab zaybal bo'lish bitta mendami yo sizlarda ham bo'lyaptimi akalar? Demak, qisqa qilib o'zimni xulosamni sizlarga aytaman. Video istoriyalar qo'yishdan u yoqda tursin, balki Instagramga kirib reelslar tutishni maksimalni yig'ishtiraman. Sababi nima? Birinchidan, men hozir shu yerdaman, umrim o'tib ketyapti. Ota-onam tirik, hech kimni bog'lab qo'ygani yo'q. Momentda yashashim kerak, foydalanishim kerak. Instagram olamida yurishim kerak emas. Hamma narsa atrofimda bo'lyap turgan narsalarni unutib. Ikkinchidan, Instagramda orqasidan nafrat kuchayib ketyapti. O'zim ham shu narsani sezyapman. Ya'ni ayollarga bo'lgan nafrat, to'g'risini aytish kerak. Ayollarda esa erkaklarga bo'lgan nafrat kuchayapti. Har xil gandonlar kirib shu bir-biriga nafratni kuchaytiradigan videolar ishlashyapti. O'shaning uchun akalar, sveji havoda nafas olib, shu internet bo'lmagan vaqtlarida kerak bo'lsa o'zimga qaytarib, polni bu narsalar hammasini yig'ishtirib, yaxshi yashashga o'zimga qaror qildim. Sizlarga ham maslahat beraman.